Usta kelyapsanmi? Ha? Qani? Qo'lingda tot. Ha, nima muammo? Ha, so'qillarimni qo'shnimiznikidan 70-80 ming qimmat qilib beribsan. Sen insof bilan bo'lish kerak-da, usta. Ha, aka, u yerga Xitoydagidan qilib berganmiz, ular qilib bergan bo'lsa, O'zbekistondagidan qilib bergan. Bu faskalar mana shu holatda, chiroyli holatda qilib bitirib berilgan. O'zbekiston bilan Xitoydagini narxida farqi bormi, sifatidami? Albatta farqi bor. O'zbekistondagi 70 ming, 80 ming arzon chiqadi. Ha, bu import bo'lganigami, sifatida ham farqi bor. Albatta import bo'lganiga, sifati zo'r bo'lganiga. Ha, burchatkalar ham qimmat bo'lyapti. Burchatkalarimiz ichlarini ko'rdingizmi o'zi bu? Sifatini ko'rdingizmi mana? Bu toza miramirdan bo'ladi. Qo'shningizniki qanaqa bo'lgan ekan? Ha, ichlarida katta toshi bor. Ha, ko'rdingizmi? Bu sifatini ham ko'rib bitta baho berib qo'ying-da, mana shunaqangi burchatka xizmatlari kerak bo'lsa. Kubiklari O'zbekistonnikimi bu? Toza Xitoyniki bu. O'zbekistonnikidan emas bu. Ha, unda yaxshi ekan, ishlarga gap yo'q, omad. Mana shunaqangi xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar.